Donald Tramp va Elon Musk o'rtasidagi sulh bir oyga ham bormadi. Agar Trampning soliq imtiyozlari to'g'risidagi qonun loyihasi qabul qilinsa, Elon Musk yangi partiya tuzish bilan tahdid qildi. Tramp esa bunga javoban Muskka uning elektromobillari uchun berilgan subsidiyalarni eslatib qo'ydi. Agar raketa va sun'iy yo'ldoshlarni uchirish yoki elektromobillar ishlab chiqarish qo'llab-quvvatlanmasa, mamlakat ko'p mablag'larni tejashini aytdi. Subsidiyalarsiz u do'konini yopishi va Janubiy Afrikaga, uyiga qaytishi kerak bo'ladi, dedi Tramp. Bunga javoban Tesla va SpaceX rahbari Muskning reaksiyasi bosiqroq bo'ldi. Vaziyatni yanada keskinlashtirish jozibali. Ha, naqadar jozibali. Biroq hozircha o'zimni tiyib turaman, deya Trampning postiga izoh qoldirgan Musk. Shunga qaramay, bu kurash Muskka qimmatga tushmoqda. Tesla aksiyalari dushanba kuni 2% yo'qotgan bo'lsa, seshanba kuni 7% ga tushib ketdi.